Barchamizga ma'lumki, milliy sertifikat va BMB imtihonlarida kimyo fanidan mollarni topishda hajm birliklaridan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Bunda normal sharoitda 22 litr molyar hajmni molga yoki bo'lmasam moldan hajmga o'tkazish birmuncha qiyin hisoblanadi. Bizda hajmdan molga o'tishda juda ham qulay bo'lgan usul mavjud. Buning uchun berilgan hajm qandaydir hajm bo'lsin. Misol uchun bizda 1608 litr. Shu 1608 litr hajm menda 11.2 litr hajmga va qanday hajmlar yig'indisi hisoblanadi? 1608 litr. 1608 minus 11.2 6 5.6. Demak 5.6 litr. Menga ma'lum 11.2 litr 0.5 mol ekanligi bu hammamizga ma'lum. 5-6 litr esa 11.2 litrning yarmi turibdi. Demak moli ham uning yarmi bo'lsa 0.25 plus 0.5 общий 0.75 mol umumiy miqdor hisoblanadi. Endi demak 1608 litrni men 22.4 litrga bo'lganimda ancha vaqt ketardi. Bunda anchagina vaqt tejab qolamiz. 14.56 litrni misol uchun ajratib ko'rsak, bu narsani biz 14.56 litrni 11.2 litrga va necha litrlar yig'indisi sifatida olish mumkin. 11.2 ni ayirsak 3.36 litr. Demak bizga 11.2 litr 0.5 mol ekanligi ma'lum. 11.2 va 3.36 o'xshash raqamlar, ya'ni karrali. 11.2 mana bu virgulni sursam, demak 3.36 ga 33.6 ga aylantirsam menda 3 barobar ko'proq bo'lardi. Shunda 1.5 mol chiqish kerak edi. Lekin aslida mana bu virgul 3.36 bo'lganligi uchun mana bu virgulni ham bitta orqaga sursam 0.15 umumiy hisobda 0.65 mol ekanligini aniqlayman. Demak 14.56 ni 22.4 ga bo'lgandan ko'ra mana bunaqa bizga ma'lum bo'lgan hajmlarning mollar orqali topib olish osonroq. Endi 15.68 litrni olsak, buni ham 11.2 litr va qanday hajmni yig'indisi sifatida olsam bo'ladi? Shuni tekshirib ko'ramiz. 4.48. Demak 4.48 bo'lsa, bizga ma'lum 11.2 litrimiz 0.5 mol bo'lsa, 4.48 litrimiz esa 0.2 mol bo'ladi. Bu 22.4 litrga nisbatan olinganda. Demak umumiy yig'indi 0.7 mol. Bizda demak 15.68 ni 22.4 ga bo'lgandan ko'ra qandaydir hajmlar yig'indisi, ya'ni bizga ma'lum bo'lgan va molini topishimiz oson bo'lgan hajmlar yig'indisi sifatida olish bizga anchagina oson, yengil ishimizni qilib beradi.